Assalomu alaykum aziz do'stlar. Efirda oddiy fikr ko'rsatuvi. Biz har yakshanba kunlari televideniya, radio, san'at sohasidagi ulug' kishilar bilan, ulug' o'zbek xalqining darg'alari bilan uchrashishni odat qilganmiz. Har safar ustozlar bilan uchrashganda nimadir olamiz. Nimadir bilim, nimadir tajriba bizni shunday ruhimizga joylashadi. Ana shunday ajoyib ustozlarimizdan biri Hojimurod Ibrohimov yonimda o'tiribdilar. Bu kishi o'sha Kuyla Sanobar filmini suratga olgan. Undan tashqari 60 dan ortiq hujjatli filmlarni suratga olib, o'zbek telefilm davrig'ini studiya darajasiga, undan ham yuqori darajaga butun dunyoga tarqatgan ajoyib bir san'atkorimiz. Siz o'sha o'zbek telefilm qanday dunyoga kelganligi haqidagi suhbatingizni eshitib, shu tarixga e'tibor qildikda, o'sha damlardan eslab, san'at, ijod, kino, shular haqida ikki og'iz eshitsak. Mayli. Avvalambor buni gapirishdan oldin chiqib, endi yoshim ulug'. Shuning uchun men shuni gapirmoqchi bo'lgan gaplarim, men institutni bitirganimdan keyin помощник rejissyor bo'lib, men televideniyaga kelganman. Shu kelganimda meni Bobo Xo'jayev rejissyorlardan Armug'on Muhammedov bular meni yaxshi kutib olishdi. Raykovo degan rejissyorimiz bor edi. Toshxo'ja G'ajayev ayollar. Endi bu judayam bir men uchun institutni bitirib kelib, televideniyaga keldim deb yaxshi adab fikrlarni o'ylab kelgan edim. Endi shu yerda помощник rejissyor bo'lib 2 yil ishladim. 2 yildan keyin meni assistent qilib ko'tarishdi. Keyin o'zimcha Hamza teatri bilan aloqam yaxshi bo'ldi. Chunki bizni o'qitgan Toshxo'ja G'ajayev mashhur rejissyor. Bunaqa rejissyorlar kamdan kam keladi. O'shalarni nimasida studentlik vaqtimda men Hamza teatrida ishlab, Abror Hidoyatov Otellosini ko'rib, o'sha yerda mashroqada turardim. Alisher Navoiyni o'shanda Olim Xo'jayev bilan yaxshi aloqada bo'lib, men yaxshi yurganim uchun u kishi aytdilarki, Momo Mirzoni o'ynaysizmi dedilar. Birinchi men sahnaga chiqqanim o'sha Hamza teatrida Momo Mirzoni o'ynadim. Bu men uchun eng tarixiy haligi boshlanishda kuchli bir yo'nalishda ketayotganimni sezdim. Undan keyin o'tdagi artistlar bilan, o'tdagi mashhur artistlar Shukur Burxonov, Sora Eshonturayeva, Olim Xo'jayev, ular bilan juda ham yaqin bo'lib, yaxshi yurardik. Keyin u kishini rejissyor bo'lganimdan keyin Shukur Burxonov haqida film qilaman deb o'yladim. Chunki u kishi shunchalik bir nima qildilar. Endi qo'yaverasiz. Bitta shingil Abror Hidoyatov haqida gapirmoqchiman. Abror aka Otelloni o'ynaganlarida hammamiz kutib qarab turardik. U kishining kelishidan tortib, to grim qilishlarigacha shu qarab kutardik. Bugun qanaqa o'ynar ekanlar. Shunda bir qiziq ish bo'ldi. Endi biz masofada ishlaymiz. Shunda aliyani qalani ko'tarib shu orqa tomonda tepada turamiz. Biz endi soqchilar biz. Shu Ahmadjon degan bir yigitimiz ham turardi, birga o'qiganmiz. Shu keldilar. Qani u deb hali keladiganlari shu kelyaptilar, shunda terib yuboribdilar-da. Bu
balanda turib biza yo'q. Birdaniga qarang orqasiga yiqilsa bo'ladi. Hammamiz hayron bo'lib qoldik. U kishi ham shundoq qaradilar-da, ra'na qildilar-da, yana ketaverdilar. Demoqchimanki, shunday shu Abror akani qanaqa o'ynashi, u kishining endi shunaqa berilib ketishi, shu sahnada shunchalik bir Savrab ham mendan yezdim o'ylardilar. Endi u kishi ham juda anaqa bo'lib turardilar. Endi demoqchimanki, shunday aktyorlar bilan men suhbatda bo'ldim. Shu kishi bilan yaxshi aloqada bo'ldim. Undan keyin mana Shukur aka bilan, Olim aka bilan, chunki yaxshi insonlar, bunaqangi mashhur artistlar kamdan kam uchraydi. Endi mayli ular. Undan keyin biz Shukur Burxonovning ukalari endi mashhur endi redaktor edilar u kishi. Ubay Burxonov. Bu kishini birdaniga bizani o'qishga Moskvaga jo'natishdi, Leningradga jo'natishdi. 6 oyga подготовительный kurs deyishdi. O'sha yerga borib 6 oy o'sha yerda o'qidik. 6 oyning ichida har xil ishlar bo'ldi endi. Shunda Shukur Burxonov u kishi haligi Ilya Muromets degan filmni ishtirok etib, Kalinsarni o'ynab, mashhur Boris Andreyevlar bilan, mashhur artistlar bilan shuni o'ynayotganlariga borib qolishdi. Siz ko'zimdan ko'rganmisiz? Shu filmdagi o'sha sahna. O'sha sahna. Shuni hayron bo'ldik biz endi. Ya, endi haligi o'ynadilar endi haligi birdan Mirzo deb sakrab tushishlari bor edi. O'shanda bor Andrey mashina olib qoldi-da. Demoqchimanki, mana shularni ko'rib, shu aktyor shunchalik mashhur bo'lib ketishiga o'sha film katta rol o'ynadi. Keyinchalik mana bu yerda endi Shohidovni o'ynaganlari. Shohidovni o'ynagan men buni prosta haligi teatrda qolmasin deb men buni kino formasida kino qilishga harakat qildim. Shu o'zbek telefilm surati. O'zbek oq-qora tasvirda. O'sha Shohidovni shu olganimizda endi men sahnadan chiqib ketib Ko'mishkon tomonlarida, yana keyin nima tomonlarda, tog'li tomonlarda men oldimki, chunki sahnani o'shanaqa fikrda qilib ozgina qurdim, boshqa qildimda, keyin hamma artistlarni o'sha yerga shu oldim. O'sha yerda olib qildi, endi juda qiyin bo'ldi. Chunki Shukur akamday odam bilan ishlash juda og'ir edi. Chunki u kishi endi har bitta narsaga juda ham mustahkam tayyorlab chiqardilar. Demoqchimanki, mana shu qoldi tarixda. O'zlari haqida film qildim, u qoldi. Demoqchiman, o'sha Saridiyevda olingan narsalar hammasi suratda bor kinoda, atrofdalar. Endi mashhur o'sha artistlar bilan ishlaganim uchun men keyin film qila boshladim. Telefilm ochdilar. Ubay Burxonov bilan qaytib kelganimizdan keyin kino qilmasa bo'lmaydi. Hammasi ketyapti-yu bekorga. Shuncha mehnat qilib shu olinadi, lekin u tarixda qolmayapti. Keyin telefilmni ochib, shunda hamma ishlar yaxshi bo'lib ketdi. Mashhur shoirlarni ola boshladik. Shoirlar endi qo'shiq yozuvchi shoirlar. Keyin Abdulla Oripov, keyin nima? Endi ko'p otlari hozir esimdan Shashmaqomni ham siz olgansiz? Shashmaqomni yo'q, meni o'rtog'im olgan. Sinfdoshim, kursdoshim. Ortiqxo'ja Akramov olgan. Ortiqxo'ja olgan.
lekin men billa borib yurdim. Billa borganmiz. O'sha filmlarni hammasini qandaydir uslubi bir-biriga yaqinda. Ha endi men u Ortiqxo'jani hamma syomkalarimga olib yurardim. Chunki u gapirardi. U haligi muomalasi yaxshi edi. Men borsam albatta meni vaqtimni haligi raykom sekretari, kolxoz raislari, boshqalari olib qo'yadi-da, men ishdan qolaman. Men uni qo'yardim-da yonimga. Sen olib gaplashib o'tirgin derdim. Keyin u qolib ular bilan muomala qilib o'tirardi-da, men o'zimni tezroq ishimni bajarishga harakat Musiqali filmlardan ham musiqali filmlarni ko'p. Dilda bahorda kim olgan? Dilda bahor degan filmni. Estrada qo'shiqchilarini olgansizlar. Sanobargacha bir nechta filmlar olingan. Bir nechta filmlar, shularning ichidan bittasi endi aytib qo'yay, o'sha vaqtda baravar parallelni Munojot Yo'lchiyevani. Ha. Kimni qatta oldim? Uni Sharof Rashidov dachalariga borsam, o'sha yerda sharshara bor ekan. O'sha sharsharani borib topib, o'sha yerda olib, o'sha yerda shu yaxshilab olib, men aytdim shu yaxshi talantli. Undan keyin Kuyla sanobarni olishim qiziq bo'lgan. Anvar Isroilov bilan birgalikda biza Sharof Rashidov zvont qildilar, boringlar bitta qiz bor dedilar. 10 yil yashardilar. Lekin yaxshi ekan, bir ko'ringlar dedilar. Biz darrov ichida Anvar Isroilov bilan bordik. Borsa qochib ketdi qiz. Uni tutib bo'lmaydi, qayerdaligini bilmaymiz. Direktor, maktabni direktorlari ham shu borib qidirishda, boshqa qilib topib kelishdi qisqasi. Keyin yana qarasam, mana bunaqa qilib endi o'zini tutyapti, 13 yashar qiz katta artistlarga o'xshab sahnaga chiqib, bitta shu Andijonim degan anaqa ashurani, qo'shiqni aytib berdi. Mesela Anvar bilan hayron bo'lib qoldik uni talantiga, ovoziga, o'zini tutishiga. Men aytdim, bo'ldi dedim. G'ulomjon Hojiqulov tayyorlagan ha. Ashulalarini ham o'shalar muzikani chalib berishgan. O'shalar boshchilik qildilar. Keyin Bektash Rahimov, u obkom sekretari, bizani juda yaxshi kutib oldilar. O'sha yerda haligi bo'lgan vaqtimizda u kishining qizlari ham bor syomkada. Hammasini olib yurgan vaqtimizda bitta qiziq ish bo'ldi. Endi men olyapmiz, lekin masshtabni haligi xalqimiz qanaqa qabul qilayotgani yo'q. Men aytdim, nima qilamiz dedim. Oqil Umurzoqchi biza bilan birga bordilar. Nimani bahor ansamblini olib bordilar. Oboruvdilar, o'sha yerda keyin Mukarrama Turg'unboyev boshchiligidagi bahor ansambli darrov haligi keng haligi bog' shamolda joylab qilindi. O'sha yerda keyin konsert bera boshlashdi. Xalqni to'plashdi. U yerda juda ham haligi magazinlar, boshqalar shularni nima qilishdi-da. Keyin shu to'plashib xalq keldi. Keyin men aytdim, meni bitta samolyot kerak. Tepadan ham olishimiz kerak deb Bektash akani bor. Men aytdim, bo'ldi deyishdi, hech qanaqa problema yo'q. Bir pas ichida uni ham, yana operator Sobit Salimov, Kim Gimnian, shu ikkita operatorimiz, bittasi u yoqqa chiqadi, bittasi pastdan oladi. Xullas shuni masshtabni qilib o'sha bog' shamollar odamlarini oldik. O qizimiz o'sha konsertni orasiga qo'shib oldim bitta nomer qilib. U chiqqandan keyin xalq ko'rdi, bildi, yaxshi qabul qildi. Undan keyin juda ham haligi hamma nomerlarni Toshkentda oldi, ko'pincha estradniy formada. Kompozitorlarni ishga soldik. O'sha kompozitorlar yaxshi qo'shiqlarni yaratishdi. Demoqchimanki, shuni olish kichkina 13 yashar qizni uyimga olib kelib, unga kiyimlarni
8 kiyim tiktirdim o'zim. Har xil qilib. Maktabdan ham oldik. Demoqchimanki, shuni shunchalik haligi qiyinchiliklar bilan uni birdan haligi otda chopib ketishini adasi endi cho'pon, mashhur cho'pon ekan, u kishi endi birdan otda olib kelsalar, shart minib shu chopib ketsa bo'ladimi qiz. Men voy yiqiladi. Voy deb yig'anaqa qilgancha qoldim, ketib yubordi u. Shu film tayyor bo'lgandan keyin siz ko'rsatgani Andijonga borganingizni eslaysizmi yo'qmi? Andijonga borganimni eslayman. Ha. Endi Andijonda qiziq voqealar bo'ldi. Men buni Bektash Rahimga zuvon qilib, mana bitta. Avvalo olib kelib, birinchi Sharof Rashidov ko'rsatdim. U kishi shunaqangi xursand bo'ldilar. Ubaydulla Yoqubovichga zuvon qildilar. Judayam yaxshi dedi, o'zlari ko'rdilar. Manda o'shandan keyin menga nisbatan boshqacha fikr bo'ldi. Keyinchalik u kishi bilan meni inimdirdilar. Keyin haligi nima film qilinadigan bo'lsa, u kishi bilan maslahat bilan qiladigan bo'ldik. Andijonga borganimda Bektash Rahimovich chiqdilar. Keyin o'tdagi ko'pchilik kolxoz raislari. Keyin mana Sherali Jo'rayev ham, Ilhom Jo'rayevlar, bular hammasi qarindosh ekan. Endi men ularni yaxshi bilaman. Bitta she'rlarini bilaman, mashhur ashulachi. Endi o'sha yerda ular hammasi shu borib ko'rishdi, xursand bo'lishdi. Keyin menga endi ozginalik to'nqu yig'ishishi boshqa qilishdi sahnada. Shu bilan rahmat deb, chunki o'sha vaqtda meni ukam o'sha yerda butun haligi energetikani rahbari bo'lib ishlardi. Shuhrat Ibrohim. Andijondami? Andijonda. Siz o'zingiz andijonlik emassizmi? Yo'q. Yo'q, uni komandirovat qilib bosh qilib jo'natishgan edi. Men o'sha paytda kino ko'rsatuvlar bosh muharririyatida ishlardim. Birdan to'polon bo'lib ketdi. Tezlik bilan odam yuboringlar, filmni Andijonga olib ketib qolishibdi. Sharof Rashidovich ko'rarmish dedilar. Menga maxsus samolyot bilan o'sha film 3 chaslik. Demak, 1 kilodan bo'lsa 3 kilo keladi, shuncha kilo. Shu filmga Andijonga borib, Andijondan olib keldim. Birinchi nusxasi tayyor bo'lgan ekanda. Shu yerda Sharof Rashidovich ko'rganini eslayman. Shunda bizni bosh muharrir Bahodir Muhammedov siz haqingizda juda ko'p gapirib beradi. Bahodir akadan men bahor haqida, tabiat haqida eng yaxshi filmlarni Hoji Murod Ibrohimov olganligini eshitganman. Va sizni filmlaringizni muharrir sifatida olamga sayohat ko'rsatuvida juda ko'p ko'rsatganman, yodingizda bo'lsa. Albatta o'sha damlarni eslaymiz. Ikki og'iz bugungi kunda to'g'ri videoda olinyapti. Plyonka bilan videoni ancha farqi bor-a? Qaysi biri qandaydir bir ilohiyroq, kuchliroq, ta'sirliroq deb o'ylaysiz? Endi men hozir shunga bu kecha kunduzdagi olinayotgan filmlar, konsertning programmalari ko'payib ketdi. Ko'proq estrada formasida o'tib ketdi. Endi u vaqtida milliy nimalarimiz ko'proq ko'rsatilardi. Hozir endi kiyim-kechaklar ham o'zgarib ketdi. Mana operatorlar ham zo'r haligi montajda qilib, zo'r qilib olishadigan bo'ldi. Butunlay o'zgarib ketdi hozir. Endi demoqchimanki, endi u vaqtdagi bilan bu vaqtdagini katta farqi bor. Endi baribir o'sha vaqtda tarixiy nimalarda shular qoldi, meni o'ylashimcha. Endi demoqchimanki, eng kerakligi shu odamlar tarixda qolishdi. Endi shu kecha kunduzda men endi gapirishga to'g'ri kelyapti.
hozirgi shoirlarimiz, hozirgi san'atkorlarimiz mashhur. Shular haqida biron narsa olinmayotibdi. Spektakllar olinardi. Qandaydir tarixda qoladigan tirik inson sifatida qolish kerak edi. Shular hozir kamdan kam olinyapti. Bu katta kamchiligimiz deb o'ylayman men endi. O'sha vaqtida shular olingan, shuning uchun qolgan bular hammasi. Endi shu kecha kunduzda olingan narsalar hammasi bir-biriga o'xshaydi. Hamma artistlar, yangi artistlar hammasi chiroyli, go'zal. Endi shunaqangi kiyim-kechaklar o'zgarib ketgan. Demoqchimanki, qandaydir haligi milliyligimiz sal nimaga ketganday, orqaga ketganday. Meni nazarimda o'sha zamonlarda gapirilmasa ham filmlar dizaynida o'sha ruhiyat, o'sha davrdagi urf-odatlar, an'analar saqlanganda, saqlangan. mana kuni kecha o'sha televideniyalarimizdan biri ot yiliga bag'ishlangan ko'rsatuv qildi. Ko'rsatuvda sahnaga, televideniyaga otni yetalab chiqishdi. Orqasidan qo'yni yetalab chiqdi. Mayli, otni olib chiqish mumkindir. Biri qandaydir bir rivojlanish, yuksalish ramzi sifatida. Lekin u sahnada qazilar konkursi va norin to'rg'ash bo'yicha ko'rik tanlov o'tkazilayotgan ekan. Bu farosatni qarang. Ot yili kelayotgan bo'lsa ramziy, u yerda qazilarni to'rg'ab o'tirishsa, shuni singari sizlarga o'xshagan ulug' san'atkorlarimizni, rejissyorlarimiz, mualliflarimizga o'sha ildizlarni o'rganish uchun bugungi kunda butun o'sha televideniya, har xil oliy ta'lim dargohlari, san'at dargohlari sizlarga ochiq bo'lishi kerak. Shu tajribalarni o'rganib qolsak. Mana tasodif uchrashib, bugun ancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Sizga sihat, salomatlik, uzoq umrlar, rahmat. Ijodiy yutuqlar, hali menimcha mo'ljallab qo'ygan zo'r filmlaringiz bo'lsa kerak dilingizda. Shularni amalga oshirishni talab qolaman. Yaxshi kunlarda, mana shunday davralarda aziz ustozlar bilan uchrashib turish qanchalar baxt, qanchalar quvonch. Ko'rishguncha, oddiy fikr, sizga minnatdormiz. Demak, O'zbekning buyuk rejissyorlaridan, kino rejissyorlaridan biri Hojimurod Ibrohimov. Men endi aybim bor. Hozir sizni qanday unvon olganlaringizni yozib qo'yaman ustiga. Hozir bu yerda aytib o'tirmadim. Yo ikki og'iz aytasizmi? Shu filmlarga olgan mukofotlarni ozgina bilaylik. Shu 67 ta film qilgan bo'lsam, men haqimda doktorskiy izlashib qilishdi. Madaniyat instituti. Hozir endi shu filmlarni arxivdan olib, shu film qilib, boshqatdan haligi televideniya rejissyorlariga iltimos qildim. Shu arxivdan to'plangan filmlardan hatto 5-6 tasini olib. Endi rejissyor bunaqa gapirish kerak emas. Rejissyor qilgan ishini ko'rsatish kerak. O'sha filmlarni olib, o'shalarni ko'rsatilsa, undan keyin chiqib gapirsa bo'ladi rejissyor. Tushundim. Endi mayli, hozir endi siz bilan suhbatda bo'ldik, o'shaning uchun men shu narsalarni gapiryapman. Hali ko'p filmlar, ko'p hali fikrlarimiz bor. O'shalarni hammasini men televideniyaga chiqib gapirmoqchi bo'lyapman. Yaxshi. Biz yaxshi ko'rsatuvlar, biz televideniyadan o'sha filmlarni qaysi biri olinsa, o'shanga qarab turib, bir haligi yaxshi gaplarni to'plab gapirishga harakat qilamiz. Endi har bitta gapirgan gapinglarni o'zi siz unvoningiz san'at arbobisiz, yoki san'at arbobi, davlat mukofotini laureati, professor ularga qo'ygan asosiy shu. Aziz do'stlar, mana biz Milliy universitetda hozir shu doktoranturaga mustaqil izlanuvchilarni taklif qilyapmiz. Ana o'shalar sizni hozir aytib bergan gaplaringiz xuddi o'shalarni qidirayotgan bilimidir, ilmidir.
bilim va ilmlarsiz hech qanday yuksalish bo'lmaydi. Sizlar o'sha buyuk san'atimizni poydevorisizlar. Sizlar ana shu buyuk chinorimizning ildizlarisizlar. O'shunchalar Muhammad Yusuf yaproqlari osmonlariga tegib turgan vatanim, xalqim deya e'zozlagan. O'sha xalqimizning otalari, buyuk san'atkorlari bilan uchrashish hozir yuqorida aytganimdek biz uchun baxt. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha ekranda ko'rishaylik tezroq. Ishlaringizni ko'raylik. Rahmat. Men ham ustalik bilan zamonaviy asbobimni